Ana endi qoshladi, tayyorladi do'stlar. Qani do'stlar, ochil dasturxonga marhamat. Ana. Bay. Laytdan bosing, laytdan bosing. Yo, hormang Sherxon do'stim. Salomat bo'y. Yo, gap yo'q. Do'stim, muvaffaqat qilyapsiz endi bugun. Ya, mana bugun dimlamani bosyapmiz mana. Gap yo'q do'stim. Bu go'shtni hammasini sovorasizmi dimlamaga? Albatta yo'qdan. Va bugun ser go'sht qilib dimlamaymiz ekanda, do'st. Xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, mana mehnatlariga bitta like bosib qo'yasizlar. Do'stim bugun Munorbek do'stimizni tug'ilgan kuniga mana bosma qilyapti mana. Gap yo'q Sherxon. Assalomu alaykum YouTube ahli, hurmatli podpischilar, bizni uzoq yaqindan ko'rib turgan akalar, ukalar. Bugungi videomiz noodatiy. Xudo xolasa bugun do'stim nima ovqat qilyapsiz? Do'stim dimlama qilyapmiz, xudo xolasa. Mana bugun sizlarga do'stimiz dimlama qilib beryapti. Qo'ldan kelganicha mana sizlarga shu dimlamani masalliqlarini, hop, qanaqa pishirilishi kerak, nimalar qo'shilishi kerak, biz o'zimizni nimamizga, vkusimizga qarab qilyapmiz. Mana sizlarga batafsil yoritib beramiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa albatta oldindan uzr so'raymiz. Videoga, mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar akalar. Mana chiroyli qilib yog'larini terib olamiz. Qasddan mana laqim joylaridagi go'shtlarda mana. Chiroyli qilib kartoshkalardan ham terib olamiz mana akalar. Mana orqasidan karamlarni tashab, bolgarskilarni mana do'stim keltiradi-da, do'stim mana pomidorlardan solyapti. Gap yo'q do'stim. Mana tuzlarni sepyapti do'stim, gap yo'q. Ana orqasidan zelen, ukrop, ana sabzi, kartoshka, gap yo'q do'stim. Ana pereparalardan sepyapti. Qaqa ketyapsan? Bay, do'stim hali pishmasdan ishtahalarim ochilib ketdi. Endi nima qilamiz endi do'stim? Shuni holatiga o'rakmi? Ha bo'ldi, endi sabr qilamiz, xudo xolasa pishishini. Pishishini kutamiz do'stlar mana. Gap yo'q, qozonlarimizga sig'may ketyapti. Endi to'g'ri tushunasizlar, endi o'choqda emas, kvartirada qo'ldan kelganicha endi harakat qilyapmiz. Mana do'stlar va nihoyat dimlamamiz pishdi mana. Bay. Nima deyapti bu akalar? Kimlar? Ranglarini qaranglar, ranglarini toblanishini. Uxlagan odamlar ham ishtahasini ochib beradi bu. Voy bay. Do'stim ham shu dimlamada shirin bo'lib qolgan mana. Ana. Gap yo'q. Ana. Oho. Keyin mana nimaga? Dimlamaga. Mana. Mana. Gap yo'q do'stim.